Maktablarda navbatdagi o'quv yili yakuniga yetdi. Shu munosabat bilan umumta'lim maskanlarida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tdi. Bu yil viloyatimizda 28 ming nafarga yaqin yigit-qiz 11-sinfni tamomladi. Qalblarda g'urur va hayajon uyg'otadigan, ko'zlarga yosh qalqitadigan bu lahza ular hayotida yangi sahifani ochib bermoqda. Bugun bitiruvchilar maktab bilan xayrlashar ekan, ularning qo'lida yetuklik shahodatnomasi, ko'nglida esa ulug' orzu va maqsadlar mujassam. Barcha joylarda bo'lgani kabi viloyatimizdagi maktablarda ham tadbirlar o'zgacha shukuh bilan nishonlandi. Qo'shko'pir tumanidagi ta'lim muassasalarida ham so'nggi qo'ng'iroq tadbirlar bo'lib o'tdi. O'quvchi yoshlarning qadrdon maktablari bilan xayrlashuv marosimlarida davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, faxriy o'qituvchilar, ota-onalar, mahalla faollari, nuroniylar, ta'lim muassasalari bitiruvchilari ishtirok etdi. Xususan tumandagi 13-sonli maktabda o'tkazilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirda viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, tuman prokurori va boshqa mehmonlar ham ishtirok etib, maktabni tugatayotgan o'g'il-qizlarni tabriklab, ularning kelgusida o'qish va ishlariga muvaffaqiyat tiladi. Prezidentimizning mamlakatimiz maktablari bitiruvchilariga yo'llagan bayram tabrigi o'qib eshittirildi. Tadbirda 2024-2025 o'quv yilida namunali xulqi va a'lo baholarga o'qib, eng yuqori reyting ko'rsatkichlariga erishgan iqtidorli bitiruvchilar taqdirlandi. Bugun so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarida prezidentimizning yo'llagan tabriklarini eshitib, nafaqat o'quvchilarimiz, bitiruvchilarimiz, balki ota-onalarimiz va biz ustozlar ham juda xursand bo'ldik. Maktabimizda eng buyuk sharaf shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tmoqda. O'tgan yili maktabimizni 28 nafar o'quvchimiz bitkazgan bo'lsa, ularning barchasi oliy ta'lim muassasalariga kirib, talabalik baxtiga musharraf bo'lishdi. Bu yilgi o'quv yilimizda 37 nafar o'quvchimiz 11-sinfni bitirayotgan bo'lsa, ulardan 6 nafari fanlardan milliy sertifikatlarga ega bo'lib, ularning 5 nafari muddatidan oldin talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'lishdi. 2 nafar o'quvchimiz oltin medal bilan maktablarini bitirishmoqda. Odob axloqi, intiluvchanligi bilan tengdoshlarga o'rnak bo'layotgan o'quvchilarning ota-onalari ham munosib rag'batlantirildi. Shuningdek, o'quv yilida xalqaro fan olimpiadalarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan bir guruh o'quvchilarga tashakkurnomalar, qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Yurtimizda navqiron avlodning bilim olishi yo'lida barcha imkoniyatlar safarbar etilmoqda. Yangi O'zbekiston yoshlari bunday e'tibor natijasida yangi yutuqlarni qo'lga kiritmoqda. Tantanali tadbirda jonajon O'zbekistonimizni, istiqlolni, yosh avlodga ko'rsatilayotgan e'tiborni tarannum etuvchi qo'shiqlar yangradi. Ma'rifatparvar bobolarimiz orzu intilishlarini namoyish etuvchi teatrlashtirilgan badiiy dastur tadbirga o'zgacha shukuh bag'ishladi.